Sochim bo'ldi. Короче, hammaga salom. Bugun yangi video. Уже mani uyimdan, именно dorm. Men dorm ko'chib ketdim. Shu bilan mazza qilib yashayapman. Xonadoshlarim bor, xo'jaligim hammasini ko'rsatdi. Introduce qilishga harakat qilaman. Chunki men jimga qatnashish haligi esingizda bor bo'lsa, oxirgi videodan 22-avgustdan beri уже jimga qatnashyapman. O'zgarishlar bormi kommentariy yozib olasiz. Endi unchalik ko'rinmaydi hozir men mayda уже unchalik kamerada ko'rinmasa kerak, lekin hayotda может быть ko'rinardir. Hammaga rahmat. Ko'pincha mana bolalar, qizlar O'zbekistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan tanishib boshlayapti. Aslida oxirgi paytlar mana bugun ham, kecha ham odamlar kelib men bilan so'rashib, men sizni yutib ko'rdim, men juda ham приятно. Aslida menga motivatsiya berasizlar. Hozir ham undan ko'p video chiqarim kelyapti. Hammalar kommentariy yozasizlar. Undan ko'p chiqaring, karyerani ko'rsating. Ana qanday keldingiz? Hammasiga hali javob beramiz. Еще много всего впереди ждет. O'zbekchaga hali ko'p narsa bizni kutadi. Hozir ham mana kavatda kechda yotib sizlarga video qilaman. Hozir sizlarga my dorm room tour. Let's begin. Sizlarga ko'rsataman. Но перед началом, пожалуйста, лайк, подписка, obuna qoling, like bosib qo'ying, iltimos kommentariy yozib qo'ying. Men juda ham hamma kommentariy o'qiyman va savollaringiz bo'lsa обязательно и Telegram kanalimga qo'shib qo'ying. Telegram kanalida men directly response beraman. Именно sizga yozib konkretно прям yordam berishim mumkin. Komment YouTube'da может o'qimasam mumkin, lekin Telegramda yozib o'qiyman. Telegramga по-любому qo'shib oling. Qo'shib olingda. Короче, hop, room tour. Let's go. Zaten ko'cha koridorga chiqib qoldim. Sizlarga koridordan boshlab sizga ko'rsataman. Bu bizning koridor bo'ladi. Hamma xonaga unaqa yozib qo'yishgan. 1, 4, 3, 9 o'sha oteldagi hamma nomeri bor. Mana shunday qilib, как oteldagi zo'r sharoitlar juda ham ko'p. Sizga ko'p narsa ko'rsataman. Birinchi bu study room degan joy bor, lekin ichida odam bor ekan. Shunga biz o'ta qilmaymiz. Shu yerda kelib bemalol o'qisanglar bo'ladi. Misol uchun odam ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana qaranglar. Faqat o'sha иностранецlar ishlaydi, faqat foreigners ishlaydi. Mana security ham bor. Security hozir qayerdir ketyapti. Qayerga bilmadim. Visolchi degan bor. Сразу kirishda mana lift bo'ladi. Biz 14-etajda yashaymiz. Da, shikarli, juda ham chiroyli manzara ochiladi. Like mana 14-etaj. Ko'rsanglar, antiseptiklar qo'liga mana qilib qo'yishadi, zo'r masa qilib, misol uchun qo'lingizga dezinfeksiya qilsa bo'ladi. Undan keyin mana vес o'lchaydigan studentlarga misol uchun hamma yuvish anaqa ishlatishi mumkin. Undan keyin bunaqa suv ham bor. Cooler, taking cooler. Бесплатный cooler bo'ladi bu. Shunday qilib bemalol suv to'ldirib ketsangiz bo'ladi. Bakashka olsangiz, bemalol to'ldirib ketaverasiz. Yana bu reception, mana shu security o'tiradi postoyanно. 24 soat kontrol bor. Biz mana xonamga boramiz. Xo'p, mana xonam sal uzoqda joylashgan. Mana kadr oxirlarida mana ko'rsanglar, har xil nomerlar 1423, 1440, misol uchun 39 hamma joyda, o'sha hamma roomlarda studentlar yashaydi. Har xil davlatlardan, Rossiya, Ukraina yoki Amerika yoki Irlandiya yoki boshqa Yevropadan, Germaniya, Avstriya, shunaqa ko'p narsalar bor, lekin men bilan o'zbek tushib qolgan. Xo'p, mana xonam bo'ladi. Bizga mana narsa beradi. Sejong University kalit beradi. Kalit 1436B. Bu kravat. Xo'p, dormda 4 ta odam yashaydi biz bilan. Получается, bu dorm juda ham katta. Har xil dormlar bor, o'zining typelari bo'ladi. O'zingiz 2 ta odamli bor, 3 ta odamli bor, 4 ta odamli ham bor. Endi bu ham hamma o'zining komfortlari bor, bu pluslari bor. Misol uchun boshqa bitta shiri bilan yashayman desangiz, siz outside dormda yashaysiz. То есть men hozir kampusda yashayman. Bu kampus ichida yashayman. Biz universitet ichida yashayman. Universitet zdaniyasida, binosida ichida yashayman. O'shanga ham outside dormitory bor. Bu ham yaqin, lekin 2 minutlik, 3 minutlik yo'l bo'lsa kerak. Menga juda ham tez, menga 50 sekund desam bo'ladi. Просто liftga tushib kelsam, уже keldim. Darslarga, lektorlarga.
O'shanga ham bitta she'r bilan ishlaydigan bo'lsangiz, o'zini qiyinchilik bo'ladi, lekin har xil dorm ish qilib har xil bo'ladi. The same emas, bir xil emas. Asal qiynalyapman gapirishga. Misol uchun bizda tekin kullar bor, lekin siz bittuziz shiri bilan ishlaydigan bo'lsangiz, ikkalaylar bunaqa kullar yo'q. O'shanga siz outside yashaysiz. Outside dormitoriyda o'zingizda отдельный uyingiz bo'ladi. U ham dorm, lekin uy bo'ladi. Stol suv bo'ladi, keyin двухэтажный kровать bo'ladi. Kullar unaqa bo'lmaydi. Bu yerda bu bizdan yashagan, universitetda yashaganimiz uchun bu yerda kullar ham bor, har xil kuxnya, совместный kuxnya bor. Hammasi ishlashi mumkin. Undan keyin bizda har xil kirmoshina bor, dryer bor, hammasi ko'rsataman. Hozir birinchisiga o'zi xonamizga kirib, bizda 4 odam yashaydi. Men bilan birga. Shu bilan hozir kirib, mana kalitni nima qilamiz? Buni qilib turib, bo'ldi, yashil. Buni ochamiz. И, короче, manaqa сразу же katta vid. Xo'p, birinchisi shkafli zo'r, juda ham uzun va katta. Bu mana sherigim bilan shkaf bo'ladi. Bu A, maniki B. Sizga ko'rsatgandekki, maniki B bo'lgani uchun mana shu yozilgan. B degani uchun maniki B degan shima mana shu. Mana kiyimlarim bo'ladi mana shu. Har xil kiyimlarim juda ham ko'p. Taklab qo'yganman. Manaqa oynachalar ham bo'ladi, qaranglar. Zo'ra. Mana shu bilsa bo'ladi, mana jim unaqa zalga borishimga. Короче, и дальше oyna bo'ladi. Bunaqa oyna. Va tualet. Tualet juda ham katta. Sanuzel. Juda ham katta rozetka, bunaqa narsalar. Bizda bunaqa tualet. И anaqa ham bor, vanna, то есть juda ham zo'r, maza qilib basseyn, nima deydi? Qilsanglar bo'ladi, maza qilib relax joy bu. Zo'r, juda ham shartlari bor, bunaqalar ham bor. Tozalaydigan, misol uchun, nima deydi, kir bo'lib yo tozalayman desangiz, bundoq bemalol tozalab ketaverasiz. Bu anamniki, dormning o'ziniki. Xo'p. Va nima yana? Xo'p. Masjidda tapchikalarim mana, damashning tapchika. Bu bizni, misol uchun, bizni xaldilnikimiz bo'ladi. Bu ichkarida xaldilnik bo'ladi. Mana xaldilnik har xil Pepsi, Nepsi, asal va tuxum, har xil piyoz tutamiz. Biz yopib qo'yamiz bundoq qilib. Turadi mana shunday qilib. Undan keyin suvga o'chib qolib turing. Shunday avtomatik yonadi bu. Tuz, puz hamma choylarimiz O'zbekistonga kelganimda mana shuga qo'yaman va idishlarimizni tepaga qo'yamiz yog'lari bilan. Undan keyin bizda shkafchilarimiz bor, shu A, C, B, maniki B bo'lgani uchun men ichki oyoq kiyimlarimni qo'yaman. Har xil krossovkalarimni qo'yib, mana bu A degani bu meni boshqa sherigim anaqasi bo'ladi. Stol usti bo'ladi. Anaqa stol usti zo'r. Bu meniki. Bu meniki B bo'lgani uchun meniki bo'ladi bu. Обязательно mana shuni qo'yib olaman и mana qilib o'chirib yoqaverasiz. Bemalol misol uchun ishlaganingizda maza qilib kompyuter ochib yoki titrat nima deydi, yozaman desangiz bemalol yozaverasiz. Mana bu aslida bundoq ham o'chirib qo'ysa bo'ladi, har xil qilib bundoq qo'ysangiz hamma tok ishlaydi, короче. Power bank bor va choy pochaman bugun yetib oldim. Har xil challenge'larda. Bunaqa zo'r, tepada har xil narsa qo'ysalar bo'ladi. Sup, kepka, mepka, любой narsa. Undan keyin bu kravatlarimiz bo'ladi. Men aytganim, ko'rsatganimda mana shu yerda video oldim sizga. O'z birinchi momentda shu yerda yashayman tepada va pastda boshqa men roommate, o'zbek roommate yashaydi. Kiyimlarimiz sal besar, uzr, xonamiz juda ham besar, пока что, lekin tozalab turamiz обязательно. Biz o'ylamaylik unaqa yomon yashayotganda biz tozalab turamiz. Vaqt bo'lganda. Bu Xitoy. Obin. Can you say hi? Hi. I'm making a vlog Oh. to my YouTube channel. Okay. So, короче, bu Xitoy, bu biz bilan yashaydi. Qayerdan kelgan? Which city are you from? Hefei. Hefeidan kelgan, короче. Master degree o'qiydi. Musical department mana shu o'tiradi. Normalniy, u bilan yashasa bo'ladi. Lekin sal qiyin bir-birlar bo'lib turadi. Tushunmovchiliklar. No ничего, bu masjidda brat o'zbek yashaydi. Brat, salom berib yuboring. Freshman bolalar, bu semestr yangi kelganlar. Yangi bo'lib turib, o'sha nimadir o'ynayaptilar.
shunga ham vlogda manaqa juda ham zo'r, xona juda ham katta. Qaraganda mana pastda mana Xitoy yashaydi, mana shu brat. Bizda mana kampusda vid ochiladi, mana misol uchun stadionga bizga ochilyapti vid. Mana konsert bo'lar ekan. Biz qanaqa konsert bo'lar ekan ertaga, qiziqarli bo'ladi xudo xolos. Vashi har xil narsa qo'yib qo'yishadi, stol polani bor va oyna bunaqa ham pardachalar bor pasha uchun, anaqa har xil kiyimlar uchun, anaqa zanaveska ham bor. Hozir sizga ochib ko'rsataman. Qanaqa vid ochilishini. Mana 14-etaj mana qarang do'stlar. Полный kampus ko'rinadi и mana shunaqa zdaniya ham, building, lot tower ham ko'riladi. Mana Sejong Tehakko deb qo'ygan tepaga. Prям kampus ichida yashaymiz. Короче, juda ham katta. Mana pole, stadionlar hammasi ochiladi. Mana ham mashhur zdaniya ham bilsanglar, bu ham ochiladi. Hammasi ochiladi, короче, mazza qilib toza havo kiradi. Yana jaluzidan ham tushirib qo'ysa bo'ladi. Va konditsioner ham bor, xavotir olmanglar, konditsioner bor, как обычно, свет pet. Nima ko'rsam bo'ladi hali? В основном это все. Anaqa shkaflar ham bor. Shkaf bu ana D o'sha DC bizga olmadimiz keldi, bizga kattaroq berishdi. Ulardan ko'ra o'shanga ham anaqa olib kelganmiz ham sushilkalar. Hozir anaqa narsalar ham bor, tumbichkalar bor, ishlatgan. Shkafchilar juda ham ko'p, yaxshi, juda ham qulay. Bunaqa ham shkafchilar ham bor. Aytdim 1, 2, 3, 4. Bemalol bo'yisini ishlatib yuraverasizlar. Juda ham qulay. Shkaflar ko'p va qo'yadigan joy ham ko'p. Xullas sizlarga kerak deb hozir laundry room bilan bu laundry degani endi kirmoshdan joy ko'rsataman va kuxnyani ko'rsatay sizga. Kuxnya yopilmagan bo'lsa, o'shanga hozir kuxnya yopilgan bo'lishi mumkin. O'shanga soat 11 bo'lsa kerak hozir. Soat 9 10 da vaqtga qaramayman. Hozir sizlar bilan boramiz. Hozir to'g'riga borib alamamiz. Bizda laundry room bo'ladi, qaranglar. Bu hozir eshikni security bo'ladi, saq u yerda. Qarang. Bizda laundry bor, 1, 2, 3, 4 ta shu yuvadigan, mana to'laysiz. Juda ham afsus, lekin to'lashingiz shart. 1000 tashiysiz, 1000 won. 1000 karashchavon bu ishlaydi. Mazza qilib ishlatishingiz mumkin. Ishlatsa bo'ladi, parshoga qo'yib qo'yasiz. Misol uchun dryer bu endi anaqa dryer bu o'zbekchasiga buni quritadi. Misol uchun kiyimlaringizni yuvsangiz, srazu quritaman desangiz, srazu mana tashlashingiz mumkin. Bu ham 1000 won turadi. Yoki tanga tashlashingiz mumkin. 500 talik. Qo'yib, sizlar quritsangiz, kiyimingizni quritsangiz mumkin. Parlab juda ham issiq qilib qo'yadi, qaynoq qilib maza qilib kiyib yurishingiz mumkin. Misol uchun srazu muhim stretchable degan bo'lsa, srazu tashlaysiz, undan keyin srazu mashina tashlasangiz, уже kiyim tayyor. Issiqqina уже kiysiz bo'ladi. Dining room degan opening 6 am 11 pm gacha yopiq mana. Yopiq. Qo'shdi, hozir security. U yerda security o'tirganda shunga ham o'zinglar ham ko'rdinglar, security qarab turadi hamma narsani. Shunga juda ham shunaqa gaplar. Ertaga sizlarga yana ko'rsataman ko'proq.